boshqa maktablar faxriyorlik beradi. Al-Jabr esa avtomobil sovg'a qiladi. Qanday qilib deysizmi? Video davomida buni bilib olasiz. Eng ko'p sertifikat to'plagan 11-sinf bitiruvchisiga katta ustozi Karaxajayeva Matluba Ahrarovna tomonidan Cherry avtomobili hadya etildi. Salondan chiqqan avtomobil 24-iyun 26-yilda to'g'ridan-to'g'ri Cherry avtosalonidan Halimov Jahongir Alisher o'g'li nomiga. Al-Jabrda bilim qadrlanadi. Al-Jabrda mehnat e'tirof etiladi. Al-Jabrda natija shunchaki qarsaklar bilan emas, haqiqiy mukofotlar bilan taqdirlanadi. Chunki Al-Jabrda bilim nafaqat kelajakni, balki bugunning o'zini ham o'zgartiradi. Al-Jabr xalqaro moliya maktabi